Doktor, bolam boshi pachoq, ertaga ko'rgizga boramiz. Shlem taqishni ertadanoq boshlasak bo'ladimi? Yo'q, buni imkoni yo'q, chunki ko'rikdan keyin shlem terapiyani boshlash uchun kamida 15 kun kerak. Sababi, birinchi bosqichda bemorlar konsultatsiyaga kelganida biz deformatsiya turi va og'irlik darajasini aniqlaymiz. Shlem kerakmi, yo'qmi, aynan shu bosqichda aniq bo'ladi. Ikkinchi bosqich, agar shlem terapiya tavsiya etilsa, biz 3D skaner apparatida morani bosh shaklini har 1 millimetrgacha o'lchab, 3D shaklini olamiz. Uchinchi bosqich, bolangizni 3D o'lchamlarini Yevropa yoki Rossiya shifokorlarimizga yuboramiz. Ular bolangizni bosh shaklini chuqur analiz qilib, keyin esa maxsus zamonaviy 3D printerda shlemni tayyorlashadi. Shlem 15 kun ichida tayyor bo'lib, keyin esa O'zbekistonga yuboriladi. To'rtinchi bosqich, shlem tayyor bo'lib O'zbekistonga kelgandan keyin biz bemorlarni qayta ko'rikka chaqiramiz va birinchi shlem primerkasini o'zimiz qilib beramiz. Shu uchun bolangizni boshida deformatsiyani sezgan bo'lsangiz, tezroq murojaat qilishingiz kerak. Konsultatsiya, 3D o'lchovlari, analiz, shlem yasalishi va bola keyin shlemga o'rganganicha 1 oy vaqt oladi. Shlem terapiyani esa qancha erta boshlasak, shuncha tez va yaxshiroq natijalarga erishamiz. Agar farzandingiz 2 yoshdan kichik va boshida deformatsiya alomatlarini sezgan bo'lsangiz, vaqt yo'qotmasdan Neocenter klinikamizga murojaat qiling.